Yaratuvchi hammaga assalomu alaykum. Sizni mashinangizda ham mana shunaqa xaroblar ketib qolgan bo'lsa, buni qanday qilib arzon molning sotib olmasdan o'ziga qaytarishni ko'rib chiqamiz bugun. Bu juda ham oson ekan. Arzon mana shunaqa skotch sotar ekan. Skotch narxi 5000 so'm. Bitta skotch bitta buferga yetar ekan. Men qilib ko'rdim. Buni birinchi tozalab olamiz. Undan keyin mana skotch ochgandan keyin xuddi ikki tomonlama skotchga o'xshab mana shunaqa ochiladi. Yopishtirishga sal sekinroq yopishtirilishi kerak. Nimaga deganda egri ketib qolishi mumkin. Sal netadiyujini qaytarib sug'urib olib bo'lmaydi. Qaytarib sug'ursangiz xiromni yaltirog'i moldinga qolib ketadi. Bu tomonga kalyonka qolib ketar ekan. Buni qashibgani ham men qilib ko'rdim. Mana endi yopishtirib bo'lgandan keyin rezultat yangi. Albatta hozircha endi bilmadim qachonga yetadi. Mana shunchagina kusak otib qoldi 10 sm. Bu oldingidan ko'ra rezultat yaxshi, uni ko'rib turganingdek.